Kitobsevar millat taraqqiyot va ma'naviyat garovidir. Joriy yilning 13-aprel kuni Koson tuman axborot kutubxona markazi xodimlari tomonidan 6-Respublika kitobxonlik haftaligi doirasida tumanning olis hududlaridan biri Obod mahallasida targ'ibot tadbiri tashkil etildi. Mazkur tadbir davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, aholining, ayniqsa yosh avlodning ma'naviy dunyoqarashini boyitish hamda mutolaaga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarning amaliy ifodasi bo'ldi. Bugun yurtimizda kitobsevar millat g'oyasi asosida olib borilayotgan izchil siyosat har bir hudud, har bir mahalla kesimida o'z samarasini bermoqda. Obod mahallasida o'tkazilgan ushbu targ'ibot tadbiri ham ana shu ezgu maqsadlarning yorqin namunasidir. Tadbirda Koson tuman axborot kutubxona markazi direktori Nigora Xo'jayeva va axborot kutubxona markazi xodimlaridan Alimjon Rasulov, Roziya Naimova va Zamira Mamunazarova hamda Umida Rahmatovalar so'zga chiqib, jamiyatda kitobxonlikning o'rni va ahamiyati, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish masalalari xususida o'z fikr-mulohazalarini bildirdilar. Kitob ma'naviyat poydevori, taraqqiyot kalitidir.